charchoqdan oldin bo'lmasa, charchaganingizdan keyin dam sizga yordam bermaydi. Prям hech narsa his kelmayaptimi? Hech narsa qilmay. Dangasining 95% bu shunchaki charchoq. Men bu narsani ko'p ta'kidlayman. Odamlar hustle culture deydi bu narsani. Shunaqa bir miyasiga o'rnatishib olganda, men har doim to'xtamasdan ishlashim kerak. Unaqa emas, u benzin tugaydi. Sen oddiy telefoningni ham zaryadga qo'yasan-ku. Eng qizig'i telefoning sen zaryadga qachon qo'yasan? Qizil zonaga o'tganda qo'yasan. Misol uchun 20-30% da ko'pchilik telefonni zaryadga qo'yadi. Misol uchun men telefonimni ertalabdan beri ishlatyapman, 73% bo'pti endi. Masala nimada? Dam olish charchoqdan oldin bo'lmasa, charchaganingizdan keyin dam sizga yordam bermaydi. Agar uxlab uyquga to'ymayotgan bo'lsangiz, agar dam olishga to'ymayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan energetik balansingizni buzib olgansiz. O'zingizni qiynab tashlab, ha deb to'xtamasdan non-stop ishlash kerak emas, tanaffuslar kerak bor. Tartibli ishlasangiz, ozgina ishib, ko'pgina narsani amalga oshirishingiz mumkin. Tartibsiz ishlasangiz, kun bo'yi itday ishlab charchaysizda, umuman ishlashingizga erisha olmaysiz. Shuning uchun hayotingizni tartibga keltiring va ishlash jarayonida dam olish ham o'rnating. Sog' bo'ling, omon bo'ling, men Rojat. Paka.